أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة أنفال تفسيره 52 آيات. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Allah subhanahu wa ta'ala ilgirk ayatlarda müşriklarning Badr kuni qandoq mag'lub bo'lganligini va shaytonning ularni qandoq yordamsiz tashlab qo'yganligini bayon qilgan bo'lsa, 52-oyatda kofirlarning qilmishlarini Fir'avnning qilmishiga o'xshatadi. Bu kofirlarning gunoh qiladigan odati Fir'avn jamoasi va ulardan burunqilarning odatiga o'xshaydi. Bu oyat haqida Abu Ja'far shundoq degan: Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda aytdiki, Badr kuni o'ltirilgan Quraysh mushriklarning ishi odati Fir'avn qavmining odatiga, ularning qilmish atmishlariga o'xshaydi. Ular Allohning hujjatlarini yolg'onga chiqargan, ilgirki ummatlarga avatilgan payg'ambarlarni ular yolg'onga chiqargan. Shu sababdan biz ilgari Fir'avn qavmini qanday halok qilgan bo'lsak, jazolagan bo'lsak, bu mushriklarning qilmish atmishlari tufaylidan shundoq jazoladik. Kafaru bi ayatillahi fa akhazahumullohu bi zunubihim. Ular Allohning oyatlarini inkor qildi, kafir bo'ldi. Gunohlar tufaylidan Alloh ularni halok qildi. Ya'ni ular payg'ambarlar Alloh tarafdan ilib kelgan vahiyni inkor qildi. Shuning uchun Alloh taolo ularning Allohning hujjatlarini yolg'on chiqarganligi, payg'ambarlarni inkor qilganligi va Alloh taologa osiylik qilganligi, gunoh qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo ularni ilgirki ummatlarni jazolagandek, bularni ham jazoladi. Allah haqiqatan kuchlidir. Allah'ның azobi qattiqdir. Ya'ni Allah'ni hech kim yengolmaydi. Allah'ның taqdir qilgan qazosini hech kim qaytarolmaydi. Allah o'zining ishini ijro qiladi, xohlagancha tasarruf qiladi. Shundaqla Alloh taolaning hujjatlarini inkor qilgan, oyatlarga kofir bo'lgan kishilarga ham Allohning azobi qattiqdir. Allah bir kim jazolamoqchi bo'lsa, Allohning jazosidan hech kim qochib qutulolmaydi. Zalika bi anna Alloh lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Alloha sami'un alim. Bunun sebebi Allah Taala birər qavm özlərinin halatını, yəni Allah Taala onlara ata qılğan ne'matni küfri və günah qilish bilan özgərtməgicə Allah onlara bergan ne'matni özgərtib etməydi, tatib olmaydı. Allah haqiqatan insanların sözlərini anlab turğucudur, qılmış etmişlərini bilib turğucudur. Sadi rahmetullah şundaq deydi: Allah subhanahu wa ta'alaning Quraysh qavmiga ata qilgan ne'mati Muhammad sallallohu alayhi va sallam bo'lib, ular payg'ambar alayhissalomni inkor qildi, yolg'onchiga chiqadi, kafir bo'ldi. Shuning bilan Alloh taolo uni sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga yo'tkib etdi va mushriklarni jazoladi. Abu Ja'far rahimahulloh shunday deydi: Allah subhanahu wa ta'ala bu oyatda aytdiki, biz bu kafirlarni, ya'ni Quraysh mushriklarini Badr kunida gunohlari tufaylidan jazoladik. Bizning ularga bunday qilishimizning sababi, ularni jazolashimizning sababi, chunki biz ularga bergan ne'mat, ya'ni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ularning orasidan payg'ambar qilib chiqarishdan iborat ne'matni qadrlamadi, uni yolg'onchiga chiqardi, uningga jang e'lon qildi. Shuning bilan biz ularga ato qilgan ne'matimizni ularni halok qilish orqali o'zgartib qo'ydik. Biz ilgari buyruqlarimizga osiylik qilgan, chekidan oshgan kishilarga qanday qilgan bo'lsak, ularni shundoq jazoladik. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo hammamizni Allohning bergan ne'matlarini qadrlaydigan kishilardan qilsin. Amin. Allah her bir kişinin sözünü anlıqçıdır, qalblardakini bilgüçüdür, duasını icabat qılğıçıdır. Her insanın işlerini, qilmishlarini bilib turğuçudur.